Yo, barchaga assalom. Bugun men singlim bilan, ya'ni Shabnam bilan quruvchilar jangi o'ynayman. Uy quramiz. Bizda 5 daqiqa vaqt bo'ladi. Qan bo'lsam kep. Qani, mana men timerga qo'yib qo'ydim. Ana endi boshladik. Xo'sh, qanaqa uy qursam ekan? Mana bu shularni olamiz. Endi hop. Yana mana bu yerga va mana bu yerga zinalarni qo'yaman. Xo'sh, yana nima kerak? Hozir men telefonni g'ilofini qo'yib olay-da. Mana endi yengilroq bo'ladi. Mana endi ovozim sal-pal shitir bo'lsa ham ovozim tiniq chiqadi endi. Shabnam qalay ketyapti ekan, biz bir-birimizga mo'ralalmaymiz-da. Gapirib qo'yasan ham Shabnam. Gaping bormi? Yo'q shekilli. Gapim bor. Balandroq gapir faqat. Bo'pti. Qani ayt, nima gaping bor? Uyingiz qanaqa ketyapti? Gapirib qo'y. Aytolmayman. Mumkin emas. Ko'rib turganlaringdek vaqt tugadi. Ana endi bir-birimizga ko'ramiz. Yo, buning toshli qamoqxona-ku bu uying. Siz qabildingizmi? Unchalik emas. Ichi qop-qora joyga o'xshaydi. O'zi 5 minut vaqt kamlik qilariz-a? To'g'ri. Xo'p, bo'lmasa biz vaqtni 10 minut qilamiz. Yana 5 minut qo'shamiz. To'g'ri. Uzr, hozir bemavrid qilib turibdi va 5 minut bo'lsa ketdik, davom qilamiz. Bo'lendi. Senga vaqt qo'shib berdim, senga ulgurmaganga mayli. Endi tez qurasan.
mana bu oynani sindirmayapman-ku. Mayli, ketdik. Gapirib turish kerak ekanda. Zerkarli bo'lib qolakan. Endi bekam xona ochsak bo'ladimi? Bo'larkan. Xo'sh, bekam bitta xona bo'lsa cho'tga chiqardi uyimiz. Voy. Mana. Endi berishik. Buni boshqachami? Boshqacha. Yaxshi o'qdi boshqacha bo'lsa. Mana bekka deraza qo'yish kerak ekan, yashatmas. Bo'ldi, endi fakel qo'yamiz, yopishtiramiz. Endi kerakli narsalardan qo'yib qo'yamiz. Sandiq bersak deganday. Hop, picha bu yerda. Bersak joyi bu yerda. Siz ne polini qilyapsiz? Bo'ldi. Singlim endi polda ekan. Xo'sh, yana nima bo'ladi? Endi tashqarisiga ham e'tibor berish kerak. Tashqarisidan qarasat, bu katta qo'ng'izga o'xshaydi meni uyim. Hozir to'g'rilaymiz. Bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, mana endi ozgina atrofni bezatamiz. Avval mana bu yerdan boshlaymiz. Yer qilishda oppo. Endi u tomonga ham qo'yamiz. Deb men telefon bo'lyapti. Hozir shu kerakmikan, vaqtim yo'q hali. Qo'lni qo'y. Shabnam hali ham o'yindan to'chilib o'yinda bo'ldi. Hozir to'chkani yoqaman men. Bo'ldi, muammo yo'q Shabnam. Hozir to'chkani yoqaman. To'chkani o'chirib qo'ydingizmi? Yo'q, samolyotga yoqdim poli. Bo'ldi, endi bu tomonga ham ipos qo'y. O'tlarni yeb ketyapti. Chiqmayapti-yu. Nega chiqmaydi? Ulandingmi? Ulanibsan, hozir chiqadi. Endi men videoni to'xtatib turishga majburman. Nega to'xtamayapti? Bo'ldi. Vaqt tugabdi, mayli. Shabnam yo'q bo'lsa ham ungacha endi uni uyini ko'ramiz hozir. Yo'q, videoni to'xtatib turay. Men boshqa o'yinda o'ynab turman. U boshqa o'yinda o'ynab turar ekan. Короче, endi kirib olmayapti, unda muammolar bo'lyapti. Oho. Endi umuman g'alati ko'rinyapti. Qani buni kirish eshigi qani buni? Hali kirish eshigini qilmadim. Deraza qilyaptim. Ochi chiqib qoldi. Mayli, hozir ichini ko'ramiz. Mana uni ulgurgani mana shu ekan. Bo'pti. Kommentga kim ekanini yozib qoldiringlar mana. Meni uyimda ko'rdilaring, o'zi qurayotgan joyimni. Mayli. Videoni shu joygacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Hammangizga xayr.